Assalomu alaykum hammaga. Hozir biz ko'rsatadigan manzarani hech kim sizlarga ko'rsatmaydi. Mana bu uyimiz mana chilib solingan. Bu usta akalarimizga tegishli. Chilib joylarni qanday yopamiz desanglar, video davomida ko'rib o'rganib olinglar. Mana bu uyimizni oldi tarafi. Manaki chilib joy. Ustalarimiz ishlayapti. Mana bu uyimizning orqa qismi. Manaki usta akalarimiz ishlayapti. Bu uy emas, bu o'g'il ayvon aslida. Ana kamyot qilib qaytargan usta. Mana o'g'il ayvonimizni oldi ko'rinishi. Bizga eng asosiy joy mana shu chilib joy. Eng qiyin narsa. Hamma usta ana shu chilib joyga kelib qiynaladi. Shuning uchun bu videoni YouTube'ga qo'yib qo'yishga qaror qildik. Kimga kerakli bo'lsa shu chilib joydan nusxa olib shundan foydalansa bo'ladi. Chilib joylarni yopishda. Usta Odil Chuyanchi qishlog'idan. Mana usta Odil. Usta Odil Xormay. Xalq xizmatidamisiz? Assalomu alaykum hammaga. Hozir biz ko'rsatadigan manzarani hech